Juda ham ko'p kelayotgan savollarga hozir birma-bir javob berib chiqmoqchiman. Birinchi o'rinda pasport masalasi bo'yicha universitet talab qilgan hujjatlarning ichida Zagran pasporti bo'lishligi kerak. Ko'pchilik aytayapti, ID kartamiz bilan topshirsak ham bo'ladimi deb. Afsuski ID karta bilan topshirib bo'lmaydi. Hozirning o'zidan sizga Zagran pasport kerak bo'ladi. Hali vaqtingiz bor, 15-maygacha bemalol Zagranga topshirib pasportlaringizni olsangiz bo'ladi. Yomg'irga qarang. Ko'p abituriyentlarda bo'layotgan vaziyat, ingliz tili, arab tilini ham bilmaymiz. Biz topshirsak qanday qilib o'qiymiz? Hech qaysi tilni bilmaganimizda bakalavrni qanday qilib boshlaymiz deyishyapti. Universitet qoshida 2 yillik til kurslari bor. Universitet sizni tanlasa, ana shu universitet qoshidagi til kursida arab tilini o'rganasiz. Undan keyin tanlagan yo'nalishingiz bo'yicha 4 yil bakalavr o'qiysiz. Bizda hozir 2 xil turdagi xizmat bor. Birinchi o'rinda hujjatlaringizni to'liq tarjima qilib beramiz. Hujjatlarni o'zingiz topshirishligingiz mumkin. Tez orada video qo'llanmalar chiqadi, uni ham mana shu videoni ostiga qo'yib qo'yamiz. Tarjima qilingan hujjatlarni o'zingiz bemalol topshirsangiz bo'ladi. Bu birinchisi. Agar sizga ko'proq maslahat kerak bo'lsa yoki kompyuterni unchalik tushunmayotgan bo'lsangiz, bizga ana shu hujjatlarni jo'natasiz. To'liq holatda sizga hujjatlarni topshirishlikda yordam beramiz. Tarjimalarning o'zini narxi 480 ming so'm, topshirib berishlik xizmati bilan birga 960 ming so'm jami hisoblanadi. Sizga bitta bonus qo'shib beriladi. Sizning nomingizga tazkiyanoma biz qildirib beramiz. Agar siz ham sifatli xizmatlarimizdan foydalanmoqchi bo'lsangiz, bizga bog'laning. Sizga to'liqroq ma'lumot beramiz, maslahat beramiz va topshirishingizda yordam beramiz.